Barchaga xayrli kech. Men yaqinda bir ma'lumot eshitib qoldim. Dunyoning eng katta investorlari fondlardan pullarni chiqarib olishyapti. Shundan keyin menda ikkita savol tug'ildi. Birinchisi, nima sababdan ular pullarni chiqarib olishyapti? Va ikkinchisi, chiqarib olingan pullar qayerga ketyapti? Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Muammo shundaki, odatda bozorda qo'rquv kuchaysa, yirik investorlar pullarni chiqarib olishadi va xavfsiz bo'lgan instrumentlarga, misol uchun oltinga kirgizib qo'yishadi. Lekin oltinda katta harakatlar bo'lgani yo'q. Bir oydan beri oltin flatning ichida yuribdi. Bundan xulosani qilishimiz mumkinki, yirik investorlar pullarni chiqarib olishyapti, ammo oltinga kiritib qo'yishgani yo'q. Demak, ular nimanidir bilishlari mumkin va yoki ular nimanidir kutayotgan bo'lishlari mumkin. Potensial ssenariy qanaqa? Odatda yirik investorlar bu ishni bozorda katta korreksiyalar bo'lishidan oldin qilishadi. Demak, bizda xulosa borki, yaqin orada bozor katta qulashni yoki katta korreksiyani ko'rishi mumkin. Buni biz grafikda ko'rib chiqamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu texnik sabab hisoblanadi. Moving average bilan birgalikda minimumni probay qilganda bozor doim katta qulashlarni ko'rsatgan. Aynan hozir ham shunaqa vaziyat. Indikator probay bo'lgan va minimum probay bo'lishini kutishimiz kerak. Agar minimum probay bo'lsa, bozor katta qulashni ko'rsatishi mumkin hisoblanadi. Xo'p, ular bunday katta qulashlardan qanday daromad ko'rishadi? Sababi oddiy. Agar indekslar qulasa, Amerika aksiyalari ham qulaydi va arzon narxlardan sotib olish uchun juda ham yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Demak, biz sizlar bilan birgalikda yaqin orada aksiyalar qulaganidan keyin arzon narxlardan sotib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.